hozirgi paytda ajrimlar ko'payib ketyapti. Nima sabab deb o'ylaysiz? Nima sabab? Aha. Yoshlarning hayotga yengil qarashi, besabrligi, shukri yo'ligi, kelajakni o'ylamasligi. Asosan sababi shu. Shukr bo'lsa inson sabr qiladi. Bir-birini tushishga harakat qiladi. Darrov ajrashmasdan bir-biri bilan gaplashib oladi. Nima haqida problema yoshlarning orasida. Gaplashib olsa, darrov borib ajrashmasdan. Yoki bo'lmasa sabr yo'q. Mo'riyaga boraman deydi. Ota-onalar shu narsani yo'lini ko'rsatsa-chi, ota-onalar ko'rsatib shu yo'l yo'rig'ini. Ota-onalar ko'rsatsa yaxshi-ku-ya, quloq solish kerak-da. Yoshlarni ko'p quloq solmaydi ota-onaning nasihatiga. Oladigani bor, olmaydigani bor. Tushunasizmi? Tushunaman. Lekin biz ham yosh bo'lganmiz, biz ham quloq solmaganmiz, lekin shu yo'l yo'rig'iga baribir bizani tushirishgan. Hozir nima farqi bor hozirgi yoshlar bilan oldingi yoshlarning? Farqi juda katta. Farqi juda katta. Birinchidan qaynanalarning o'zini tarbiyalash kerak, ko'pini. To'g'ri talab qilish kerak. Ularning yoshida bo'lgani hozirgi yoshlarga ko'nmaydi unaqa sharoitga. Masalan, bizani. Meni o'zim ham kelinim bor, alhamdulillah, Xudoga shukr. Qaynanada ham gap ko'p-da. Qaynana ham kelinlarni tushunish kerak, hurmat qilish kerak. Как личность надо принимать. U xizmatkor emas yoki bo'lmasa sizni hamma narsangizni hojatingizni chiqaradigan emas. U ham inson. Bolali bo'ladi, eriga qarash kerak, katta talablar qo'yish kerak emas. Qaynanalar yoshlarni yashashga qo'yib berish kerak, qaynana qaynatalar.